Diqqat, fuqarolarga shoshilinch xabar. O'zgidromet O'zbekiston hududlarida shanba va yakshanba kuni, ya'ni dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. O'zbekistonda haqiqiy qish boshlandi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Dam olish kunlari respublika bo'yicha vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi kutilmoqda. Bu haqida O'zgidromet agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, shanba va yakshanba kunlari havo harorati kechalari 0,5 daraja sovuq, kunduz kunlari 0,5 daraja iliq atrofida bo'ladi. Shamol g'arbiy yo'nalishini va tezligini o'zgartiradi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Tog'li hududlarda vaqti bilan qor yog'adi. Qor ko'chish xavfi ham ma'lum qilingan. Poytaxtimiz Toshkent shahrida asosan qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'ladi. Tuman ham tushadi. Yakshanba kuni kechasi va ertalab biroz qor yog'ishi, tuman tushishi kuzatiladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kuchsiz shamol esadi. Harorat kechasi va kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq atrofida bo'ladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barchaga yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.